Assalomu alaykum. Qadrli tinglovchilar, bugun biz navbatdagi video yo'riqnomamizni qilishga qaror qildik. Navbatdagi video yo'riqnomamiz yashash joyidan ma'lumotnoma olish tartibiga bag'ishlanadi. Demak, MyGov.uz orqali yashash joyidan ma'lumotnoma qanday olinadi? Kompyuterda yoki telefonda amallar deyarli bir xil amalga oshiriladi. Buning uchun qo'l telefoningizda bo'ladigan bo'lsa yoki kompyuterda bo'ladigan bo'lsa ham brauzerlar bor, maxsus brauzerlar. Google Chrome brauzer deydi, Opera deydi, Yandex deydi va hokazo shu kabi brauzerlar mavjud. Mendagi holatda demak Google Chrome menda to'xtabdi, shu orqali kiraman. Demak, bu yerga dastlab o'sha o'zimiz nima qilgan, demak MyGov.uz demak oldida terilgan holatida chiqaradi. Shunday tartibda yozganingizdan so'ng bu yerda shaxsiy kabinetingizga kirilmagan bo'lsa, agar kirib olishga to'g'ri keladi. Va bu yerda sohalar kesimida ma'lumotnomalar degan ustuni bo'yicha o'tiladi. Ma'lumotnomalar sohasi yo'nalishida biz bu yerdan yashash joyi bo'yicha ma'lumot degan ustun orqali kiramiz va bizga ochilgan oynada xizmatdan foydalanish, demak bu yerda shu xizmat bo'yicha masalalari ko'rsatilgan, bepul xizmat ko'rsatilar ekan bu yo'nalishda. Demak, xizmatdan foydalanish qilinadi. Xizmatdan foydalanish qilingandan so'ng demak bu yerda yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomani berish yuklab olish bilan yakunlanadi. Demak, jarayon yakunlandi. Endi shu bo'yicha yuklab olib ko'radigan bo'lsak, demak mana bu kabi ma'lumotnomani bizga chiqarib beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.